Men ismim Abdulaziz. Bugun sizlarga Kia Sonet ikkinchi paysasi haqida to'liq obzor qilib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Kia Sonet ikkinchi paysasi, buni narxi avtosalonlarda 222 million 900. Bu ikkinchi paysasini 1.5 lik atmosferli motor bo'ladi. Bularda o'zi 3 xil paysa bor. Birinchi paysalar mexanika, 2-3lari avtomat korobka. Bularda hozirgi kunda 1.5 atmosferli motor, 115 ta ot kuchiga ega. 16 klapan 4 portion. Bularga bemalol benzin, metan, propan bemalol tushadi. Benzin esa umuman tanlamaydi. 80-91 bemalol qo'ysangiz ham bo'ladi. Bularda hozirgi kunda 3larda oldi parktronik datchiklari bo'ladi. Bunda parktronik datchiklari yo'q va polniy hamma funksiyalarda, hamma paysalarda faralari LED fara bo'ladi. Balon razmerlari 16 lik, 16 ga 65 lik razmerda bo'ladi. Yumshoq balon va saka diskalar. Ko'rishingiz mumkin, eshikda beskutchoy dostuklari bor o'zida va ichki salonlari ancha keng, qulay, komfortli ishlangan. Kia Sonet bu ikkinchi paysasi. Akustikalariga gap bo'lishi mumkin emas, juda zo'r, ideal ishlangan va orqa qismi ko'rishingiz mumkin, ancha keng. O'tirib ko'ramiz. Bismillah. Keng, qulay va orqadan turib, misol uchun o'zida alohida konditsioner sistemalari bor. Type-C zaryadchi joylariga ham o'zida mavjud. Ikkinchi paysada ham bor bu narsalar. Uchinchi paysada xuddi shuni o'zi bo'ladi-da, ichlari kojinli salon bo'ladi. Orqa parktronik datchiklari bor. Orqa kameralari va ko'rishingiz mumkin kattagina bagaj obyomi. Bunda 392 litr bagaj obyomi bo'ladi. Bemalol ikkita chamadonni shuni qo'yasizda sayohatga chiqib ketsangiz bo'ladi. Kia Sonet ikkinchi paysasi, orqa parktronik datchiklari, orqa kameralari. Bularda hozirgi kunda 5 yil yoki 150 ming kilometr kafolati bor va keling multimedia sistemalarini qisqacha obzor qilamiz. Kia Sonet ikkinchi paysada ko'rishingiz mumkin, kurs kontrollari bor. Misol uchun 60-70 tezlikda ketyapsizmi? Kurs kontrol bitta qo'yasiz, 60-70 tezlikda bir xil harakatlanib borasiz. Va multimedia sistemalarida o'zida birov telefon qilsa, misol uchun ko'tarish, o'chirgich, muzikani baland qilgich hamma funksiyasi mavjud. Nechta rassot qilyapti? Qayerdan qayergacha benzin sarflayapti? Hammasini o'zida tabloni o'zidan ko'rib borsangiz bo'ladi. O'zi yuziga bu nechta yeydi deb o'ylagan bo'lsangiz, rasxodi yuziga 602 litr rasxod qiladi. Badalligi esa 4,5 litr rasxod qiladi. Benzin umuman ishlatmasangiz ham bo'ladi, gaz qo'yish ham shart emas. Va 8 dyumli monitorlari bor, akustikalari ancha yaxshi. Ko'rishingiz mumkin, nastroyka, Apple CarPlay, hamma multimedia sistemani boshqarsangiz bo'ladi. O'zida klimat kontrollari mavjud va video davomida buni test drive qilib haydab ko'ramiz. Sizga ma'qul kelsa, bemalol Denov Kia avtosaloniga tashrif buyursangiz bo'ladi. Va bu siz avtomobilni olmoqchi bo'lsangiz, sizga olish tartibini qisqacha aytib o'taman. Buni hozir 3 xil tartibda olsangiz bo'ladi. Avtokredit, leasing, rassrochka. Avtokredit, leasing tartiblarini sizga avtosalonimiz o'ziga kelsangiz, xodimlar tushuntirib o'tishadi. Rassrochkaga, misol uchun 4 yillik, 5 yillik rassrochka ochilgan. Ya'ni Sonetni o'zini 222 million 900 o'zini narxini bo'lib to'laysiz, ustiga pul qo'shilmaydi, foiz, penya qo'shilmaydi. 4 yilgacha foizsiz bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Leasing asosida esa 15% boshlang'ich to'lov bilan, ya'ni 30-20 million, 40 million so'm puli bilan olib chiqsangiz bo'ladi. Aynan Kia Denov avtosalonimizdan. Qani bo'lmasa ketib test drive qilib ko'ramiz va siz ham Kia Denov avtosalonimizga kelsangiz, haydab test drive qilsangiz ham bo'ladi. Qani bo'lmasa ketib. Tezligini ko'ramiz unda. Mana yurish sistemasini ko'ryapmiz, ancha yaxshi. Ular hozirgi kunda atmosferli motor, benzin tanlamaydi, misol uchun mazza qilib yursangiz bo'ladi. Yurishi ham ancha boshqa mashinalarga nisbatan ancha aqlli va mehk yuradi. Yurishlari, oborotlari juda ham zo'r, mehkligiga gap bo'lishi mumkin emas bularda. Xarajatini qarang, xarajati atiga 4-5 litr ko'rsatyapti, o'zi cruise controlda o'zida. Bunda test drive qilib haydab ko'rsangiz ham ancha zo'r bo'ladi. Tortishiga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Juda mazza qildim.
atmosferli motor bo'lmasa o'zini ot kuchi 115 ta ot kuchi. Turbina qo'yilmagan bunga. Xullas hammamizga nasib qilsin, bemalol kelishingiz mumkin. Denov Kia avtosalonimizga olish tartibi juda oson. Avtosalonning o'zida hamma ishlaringizni hal qilib beriladi, hamma hujjatlar tayyorlab, faqat mashinani olib chiqib ketasiz, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa xarajat qilib yotmaysiz. Rollari misol uchun yurish sistemasi ancha mягкий. O'zingiz ham hech bo'lmasa bir kelib, test drive qilib haydab ko'ring. O'shanda bilasiz, mashinani qanaqaligini, tortishini, yurishini o'zingiz his qilib sezasiz. Va birdan o'zingizning mashinangiz bo'lsa, sotib o'rniga Kia Sonet avtomobilini xarid qilasiz. Puliga yarasha, rasxodi kam, injiq motor emas, benzin tanlamaydi. Misol uchun mana mazza qilib minib yuribsiz. O'zingiz ham bemalol kelib, minib, hech bo'lmasa test drive qilib ko'ring, o'zingiz aytasiz.